Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan kelayotgan Ramazon oyiga mos tushayotgan, saharlik vaqtida tayyorlasangiz, kun davomida sizni to'q tutadigan, iftor vaqtida tayyorlayman desangiz, vaqtingiz tezdagina tayyor bo'ladigan taom tayyorlaymiz. Kerakli hamma masalliqlarni pisanda yozib qoldiraman. Idishimizga o'simlik yog' quyamiz. Go'shtlarimizni qovurishni boshlaymiz. Chesnok solamiz. Ketidan mayda to'g'ralgan piyoz solamiz. Piyozimiz o'lgandan keyin hamma masalliqlarimizni yirik shaklda to'g'rab qovurishni boshlaymiz. Tuzlarini solib, men universal priprava soldim, tomat. Biroz qovurib, ko'mguncha suv solamiz keyin. Zirvagimiz qaynaguncha oddiy osh xamiri olib, xuddi o'ramadek yoyib olamiz. Yog' surib, orasiga zelin sepamiz. Zelinlarimizni hamma joyiga bir xil qilib yoyib olamiz, tekislab chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandaqa qilib, ikkita chekkadan o'rtaga o'rab kelamiz. Bu taom ishlaydigan opa-singillarimiz uchun juda mos keladi. Xamir ovqat tayyorlashga vaqti bo'lmaydigan opa-singillarimiz birpasda tayyorlab qo'yishadi, iftorga ham, saharlikka ham. O'rtasini kesib olamiz. Xuddi shunaqa shaklda kesib chiqamiz. Qaynab chiqqan zirvaklarimizni ustiga chiroyli qilib xamirchalarimizni terib olamiz. Terib chiqamiz va tagini pastlab 30 minut past olovda pishirib olamiz. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan taomimiz tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'rishlaringni maslahat beraman. Hammaga yoqimli ishtaha.